Assalomu alaykum, hurmatli Mapaton qatnashchilari. Bu Mapatonning umumiy ko'rinishi. Bizda 4 ta asosiy bo'lim bor: ijtimoiy obyektlar, ko'chalar, uylar, panorama, foto. Panorama shaklidagi fotolar, ya'ni 360 shakldagi fotolar bu asosan ijtimoiy obyektlarga tegishli. Undagi o'sha koridorlar, sinf xonalari, laboratoriya, aktiv zal va boshqa. Endi maktab bo'ladigan bo'lsa, sog'liqni saqlash va bog'chalarda o'zingiz ko'rasizlar, asosan koridor bo'sh bo'ladigan xonalar bo'lsa, o'shalarning ma'lumotlarini, ya'ni 360 gradusdagi snimkalarni birinchi rasmga olasizlar telefoningizning o'zida, keyin panoramaga o'tib o'sha joyda prikrebit qilasizlar. Endi bir chekkadan boshidan tushuntiraman. Ijtimoiy obyektlar qaysilar? Bu ijtimoiy obyektga kirganimizdagi holat. Buni ichida ko'rayotgan bo'lsa, yana birinchi o'sha maktab yo bog'cha yo sinf, ya'ni turini tanlaysizlar ijtimoiy obyektni. Undan keyin nomini va xuddi mana shu savollarga javob berib chiqasizlar. Savollarga javob berib, endi ayniqsa lokatsiyani bosasizlar. Keyin saqlash nuqtasini bosganingizdan keyin bu agar internetingiz yo'q bo'lsa, offlayn bo'ladigan bo'lsa, o'zida saqlab qoladi. Onlayn bo'lishi bilan avtomatik ravishda bizning serverga jo'natadi. Xuddi shu shaklda ma'lumotlarni shakllantirib boramiz. Bugun kelishganimiz ruscha shaklda imkoni bormi deyiladi savol. Albatta, mana ruschani ham o'tkazib qo'ydik. Boshqa qismlarida ham hamma joy o'sha qisqasi to'liq veb-sayt ruscha o'zbekcha tilda ishlaydi. Bunimiz ko'cha bo'yicha ma'lumot, ya'ni ko'chani bosgandan keyin ko'cha to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritishimiz kerak. Ko'chada asosiysi ehtiyot bo'lamiz. O'sha chekkaroqdan lokatsiyasini kiritamiz, ko'cha nomini kiritamiz, yo'l qoplamasi, ichimlik suvi bormi, kanalizatsiya to'g'risidagi savollarga javob beramiz. Birinchi navbatda ijtimoiy obyektlarni tugatib olamiz. Masalan, 5 kishi bo'ladigan bo'lsa, 2 kishi o'sha so'rovnomada hozir savollar yana qo'shilayotganlari bor. Maktab to'g'risida, ya'ni mas'ul xodim bilan gaplashib, o'shani so'rovnomadan o'tkaziladi va so'rovnomadagi berilgan savollarni berib, o'sha ma'lumotlarni to'ldiriladi. Qolgan 3 ta odam rasmlarga olishi mumkin. Aynan o'sha 4-bo'limdagi panorama shaklidagi rasmga olish bo'limidan ular foydalanib rasmga oladi shu obyektni belgilangan xonalarni. Ular tugagandan keyin o'sha ko'chaga chiqib, ko'cha ma'lumotlarini kiritiladi. Ko'cha ma'lumotlaridan keyin ko'rsatganim uy bo'yicha ma'lumotlar, ya'ni o'sha ko'chaning boshidan, o'rtasidan, oxiridan, har bitta ko'chadan taxminan 8-10 ta obyektdan o'sha ma'lumotlarni so'raladi. Ya'ni injineriya kommunikatsiyasi bo'yicha ma'lumotlari, suv manbai, agar u quduq bo'ladigan bo'lsa, endi har xil bo'linadi. Quduqni necha metr qazilganini so'raladi. Bugun ko'rsatganim o'sha ba'zi suv bo'yicha tahlillarimizga kerak bo'ladi bunday ma'lumotlar. Uy raqami, hamma ma'lumotlarni kiritiladi. Izoh bu endi qo'shimcha, ya'ni takliflar bo'ladigan bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, o'sha uy bo'yicha kiritish mumkin bo'ladi. 4-bo'limimiz o'sha aytganimiz aynan panorama rasmlari. Hozir tepada bitta qator qo'shilyapti, ya'ni qaysi obyektligi. Lokatsiyangiz bo'yicha ham taxminiy topadi. Faqat bu binoni ichiga kirishingizdan oldin o'sha lokatsiyadan tanlab olasiz, o'sha chiqib keladi. Lokatsiyangiz yaqinlashgandagi eng yaqin bo'lgan obyektni o'zi ko'rsatib beradi. Undan keyin endi bu albatta internetingiz bo'lsa, internetingiz bo'lmasa, obyekt turi va obyekt nomi degan ikkita qator chiqadi. Obyekt turini tanlaysiz, ya'ni nomini kiritasiz. Biz o'sha bo'yicha ba'zidan olib solishtirib olamiz. O'sha aytganimiz joy turi koridor, sinf xonasi, laboratoriya yoki tashqarida bo'ladigan bo'lsa, o'sha tashqaridagi fasad va boshqa ma'lumotlarni ham qo'yib qo'yamiz. Asosiysi, masalan, fayl tanlanadi. Fayl tanlaganingizdan keyin avtomatik tushdi. Birinchi video panorama shaklidagi 360 gradusda rasmga olib olasiz, shoshilmasdan, chiroyli shaklda. Keyin o'sha faylni tanlab bazaga yuklaysiz. Biz u rasmlarni o'sha koordinatasiga, maktabga bog'lab turib, keyin hammasini shakllantiramiz. Ya'ni koridor uchun alohida, boshqa xonalar uchun alohida olingan snimkalarni bir joyda, bitta koordinatada yig'iladi va panoramik shaklda o'sha obyekt to'g'risidagi umumiy ma'lumotni beradi. Bundan asosiy maqsad machine learning, endi bunda deep learningdan foydalanib, ya'ni modelimiz bor. Obyektga baho beramiz. Devori, boshqa holatdagi yoriq bormi, yo'qmi? Bizga masalan beradi, savolnomamizda bergan ma'lumotimiz bilan ikkitasini verifikatsiya qilishimiz uchun kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bular asosan endi foydalanuvchilar, ya'ni o'sha inventarizatsiya qiladigan mutaxassislarga mo'ljallangandi. Endi bizda alohida QC, o'sha quality check tekshiradigan
mutaxassislarimiz yo'riqnoma ham bor. Yo'riqnoma ham aynan ham o'zbek tilida, ham rus tiliga o'girib qo'ydik. Joylangan. Endi asosiysi mentorlarning vazifasi, masalan, login parolni kiritadi. Login parolni kiritgandan keyin kartada o'sha har bitta o'zini hududidagi, ya'ni unga biriktirilgan mahalladagi obyektlar o'ziga ko'rinadi va o'sha obyektlarni to'g'ri kiritildi, noto'g'ri kiritildi, ertadan boshlab shu maktablar ro'yxati degan qismda ko'rinib boradi. U obyektlarni tekshiradi, qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri yo tasdiqlaydi yoki maslahat qilib o'sha kiritgan mas'ul xodim bekorgami ijtimoiy sohalarda kiritmaganmiz, o'sha bilan bog'lanib aytadi, yo'q, mana joyda sal xato kiritibsan, o'zi to'g'rimi yoki aniqlik kiritib oladi. Masalan, bo'lishi mumkin, xatolik bo'lishi mumkin, o'sha narsalarni to'g'rilab, mentor vazifasi sifat nazorati. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Ertaga hammaga omad tilayman.